Respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, mahallalarda jinoyatchilikni barvaqt oldini olish bo'yicha samarali tizim yo'lga qo'yishga qaratilgan manzilli ishlarni tashkil etish maqsadida 2026-yilda hududlar mas'ul rahbarlar va muassasalarga quyidagi tartibda nomma-nom biriktiriladi. Kirmanagin vaziyati og'ir mahallalar, tuman shahar hokimlari, prokurorlari hamda ichki ishlar organlari boshliqlari va ularning o'rinbosarlariga 5 yildan buyon qizil toifada bo'layotgan mahallalar, Milliy gvardiyaning hududiy boshqarmalari boshliqlari, viloyat darajasidagi ichki ishlar organlari rahbarlarining va hokimlarining o'rinbosarlariga 3 yildan buyon qizil toifada qolayotgan mahallalar huquq-tartibot idoralarining ta'lim va ilmiy tashkilotlariga Kirmanagin vaziyat eng og'ir tuman va shaharlar, viloyatlar darajasidagi prokurorlarning va ichki ishlar organlari rahbarlarining birinchi o'rinbosarlariga, ayollar jinoyatchiligi, spirtli ichimliklar va giyohvandlikka ruju qo'ygan shaxslar, jinoyatchilikni hamda nizoli oilalar salmog'i eng yuqori bo'lgan mahallalar, tegishliligi bo'yicha viloyat darajasidagi oila va xotin-qizlar, sog'liqni saqlash hamda adliya boshqarmalari boshliqlariga biriktiriladi.